Hammaga salom. Ushbu videoda siz forex bozoridagi eng samarali naqshlar haqida bilib olasiz. Va men ushbu videoni ayniqsa yangi boshlanuvchilar uchun tayyorlayapman. Albatta like bosing va obuna bo'ling. Fibonacci retracement bu Fibonacci raqamlariga asoslangan gorizontal darajalarni aks ettiruvchi vositadir. Bu darajalar ko'pincha asosiy qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalari sifatida ishlatiladi. Fibonacci retracementini qo'llash uchun avvalo grafikda mahalliy minimum va maksimumni aniqlash kerak. Shundan so'ng vositani minimumdan maksimumgacha torting va narxning biror darajaga qaytishini kuting. Eng afzal daraja Fibonacci 0.382 mingdan 1 darajasi hisoblanadi, chunki aynan shu darajadan narx ko'pincha burilish qiladi. Agar narx bu darajaga javob bersa, bu sotib olish uchun yaxshi kirish nuqtasi bo'lishi mumkin. Boshqa Fibonacci darajalardan ham teskari o'zgarish mumkinligini hisobga olish kerak. Kirish sifatini yaxshilash uchun Fibonacci tuzatishlarini qo'shimcha tasdiqlash signallari bilan birlashtirish tavsiya etiladi. Buzilish naqshlari bu narx bir yo'nalishda keskin va kuchli harakatlanadigan vaziyatlar. Ko'pincha bunday harakatlar konsolidatsiya davridan keyin yuzaga keladi. Masalan, narx bir muddat tor diapazonda harakatlanib, so'ng birdaniga pastga tushib ketishini ko'rishimiz mumkin. Bu holat buzilish deb ataladi. Buzilishlar bilan ishlash uchun treyderlar narxning diapazondan chiqishini oldindan aniqlashga yordam beradigan turli grafik naqshlardan foydalanadilar. Eng mashhur buzilish naqshlariga hanjarlar, uchburchaklar va to'rtburchaklar kiradi. Qaytish naqshlari narx amaldagi trendga teskari yo'nalishda harakatlana boshlaganda, yana qarama-qarshi harakat shakllanganda yuzaga keladi. Treyderlarga ehtimoliy qaytishni oldindan aniqlashga yordam beradigan ma'lum grafik modellari mavjud. Eng mashhur qaytish naqshlariga 2 tepacha va 2 tuk, 3 tepacha va 3 tuk, bosh va yelka, shuningdek, dastakli piyola kiradi. Elliott to'lqinlari bu nazariya bo'lib, unga ko'ra bozor ko'pincha 5 ta impuls to'lqinidan iborat ketma-ketlikda harakatlanadi. So'ngra tuzatish yuzaga keladi va narx qarama-qarshi yo'nalishda buriladi. Elliott to'lqinlarining tuzilishini tushungan holda, treyderlar narx harakatining keyingi yo'nalishini taxmin qilishlari mumkin. Grafikda bunday to'lqinlar odatda 1, 2, 3, 4, 5 va tuzatish tuzilmasi A, B sifatida belgilanadi. To'lqinlarni aniqlash uchun ma'lum qoidalar mavjud. Birinchidan, ikkinchi to'lqin birinchi to'lqindan uzun bo'lishi mumkin emas va ko'pincha Fibonacci 0.618 darajasigacha orqaga qaytadi. Ikkinchidan, uchinchi to'lqin 1, 3 va 5 to'lqinlar orasida eng uzun bo'lishi kerak. Va uchinchidan, to'rtinchi to'lqin birinchi to'lqinning choqqisidan pastga tushmasligi kerak va odatda Fibonacci 0.382 darajasigacha orqaga qaytadi. Ushbu misolda narx ehtimoliy Elliott to'lqinlari 1, 2 va 3 ni shakllantirayotganini ko'rish mumkin. Nazariyaga ko'ra, 4-chi to'lqin yuqoriga harakat davom etishidan oldin Fibonacci 0.382 darajasigacha orqaga qaytadi. Bu esa orqaga turgan paytda potensial kirish nuqtasi sifatida ko'rilishi mumkin. Aytgancha, agar siz hali ham forex bozorida qaysi brokerda savdo qilishni bilmasangiz, albatta ushbu video ostidagi tavsifda berilgan havolaga oting va ro'yxatdan oting. Adolatli qiymat gepi sham sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi nomutanosiblik sababli sezilarli tafovut hosil qilganda shakllanadi. Adolatli qiymat gepini aniqlash uchun avvalo katta tanali shamni topish kerak, so'ngra oldingi va keyingi sham orasidagi zonani ajratib ko'rsatish lozim. Bu oraliq ko'pincha narx uchun magnit vazifasini bajaradi va narx harakatini davom ettirishdan oldin shu zonaga qaytishi mumkin. Sham modellari bu shamlarning shakliga asoslanib, narxning kelajakdagi harakatini tahlil qilish usulidir. Eng keng tarqalgan modellardan biri bu yutuvchi sham bo'lib, u yutuvchi sham yo'nalishida kuchli impuls borligini ko'rsatadi. Bolga va qulayotgan yulduz modellari narxning rad etilishini bildiradi. Bu esa uzun soyada namoyon bo'ladi. Doji modellari esa o'z navbatida bozorda noaniqlik va kuchlar muvozanatini ko'rsatadi. Teiken ashi bu standart shamchalarni tekislangan grafik bilan almashtiradigan indikator. Bu bozor shovqinini kamaytirishga yordam beradi. Yashil Heiken ashi shamlari ko'tarilish tendensiyasini, qizil shamlari esa pasayish tendensiyasini bildiradi. Shamning tanasi qanchalik katta bo'lsa, hozirgi trend shunchalik kuchli bo'ladi. Shuni yodda tutish kerakki, bu haqiqiy bozor narxini aks ettirmaydi va faqat indikator sifatida ishlatiladi. Oy fazalari bu konsepsiya bo'lib, unga ko'ra oy sikllari odamlarning xatti-harakatiga va natijada bozorga ta'sir qilishi mumkinligi taklif qilinadi. Yangi oy ko'pincha bozorning optimistik, bullish kayfiyatiga, to'lin oy esa pessimist, bearish kayfiyatiga mos keladi deb hisoblanadi. Bugungi kunda bu usul ishlatiladi va qo'shimcha tasdiq sifatida foydalaniladi. Renko bu grafik turi bo'lib, u vaqtga emas, balki narx harakatiga asoslanib quriladi. Masalan, narx 1% ga o'zgarganda yangi blok hosil bo'ladi. Bunday grafiklar shovqinni samarali filtrlash va trendlarni yaxshiroq aniqlash imkonini beradi. Yashil bloklar o'sishni, qizil bloklar esa pasayishni ko'rsatadi.
Boshqa alternativ grafiklar kabi Venko ham aniq bozor narxini ko'rsatmaydi. Garmonik naqshlar bu Fibonacci nisbatlariga asoslangan rivojlangan narx naqshlar. Bunga bitta misol to'rtta harakatdan hosil bo'lgan va harfiga o'xshash buqacha ko'rshapalak naqshi. Naqshning har bir nuqtasi o'z qoidalariga ega. Masalan, H dan gacha bo'lgan masofa hosil bo'lishi va 0 nuqtadan 382 dan 0,5 nuqtagacha bo'lgan diapazonda. A dan gacha bo'lgan masofa esa 0 nuqtadan 382 dan 876 gacha bo'lgan diapazonda bo'lishi kerak. Agar tuzilma barcha shartlarga javob bersa, trader pozitsiyaga kirishni ko'rib chiqishi mumkin. Yana boshqa garmonik patternlar ham mavjud. Masalan, kapalak, qisqichbaqa va ularning variatsiyalari har biri o'ziga xos parametrlarga ega. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalari bu narx ilgari ham reaksiya qilgan va yana reaksiya qilishi mumkin bo'lgan gorizontal zonalardir. Agar daraja narxdan pastda joylashgan bo'lsa, u qo'llab-quvvatlash sifatida ishlaydi va xaridlar uchun foydalanilishi mumkin. Agar daraja narxdan yuqorida bo'lsa, bu qarshilik bo'lib, undan sotuvlar amalga oshirilishi mumkin. Dinamik qo'llab-quvvatlash va qarshilik bir xil prinsip asosida ishlaydi, lekin gorizontal chiziqlar o'rniga harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar kabi ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Trend chiziqlari bu trend bozorida shakllanadigan diagonal darajalar. Va ko'tarilayotgan trend chizigi buqa tendensiyasini, pasayotgan trend chizigi esa ayiq tendensiyasini ko'rsatadi. Narxning trend chizigiga qaytishi ko'pincha kirish uchun ssenariy sifatida ishlatiladi. Gan burchaklari bu turli burchaklar ostida chiziqlarni ko'rsatuvchi asbob. Narx harakati tik burchaklar yaqinida kuchli trendni, yotib burchaklar yaqinida esa zaif trendni bildiradi. To'g'ri qo'llash uchun narx va bar o'rtasidagi nisbatni belgilash va bozor diapazonini to'g'ri aniqlash kerak. Momentum ko'rsatkichlari trendning yo'nalishi va kuchini o'lchaydi. Ular trend sharoitlarida eng samarali hisoblanadi. Ommabop ko'rsatkichlar qatoriga mat, harakatlanuvchi o'rtacha ko'rsatkichlar, parabolik sar va super trend kiradi. Birsi va stochastik kabi ostsillatorlar turli xil bozorlarda yaxshiroq ishlaydi. Ular narxning o'zgarishi mumkin bo'lgan ortiqcha sotib olingan va ortiqcha sotilgan zonalarni ko'rsatadi. Divergensiyalar narx harakati indikator ko'rsatkichlari bilan mos kelmaganda yuzaga keladi. Masalan, narx yangi choqqalarni yangilayotganda indikator pasayishni ko'rsatadi. Bu narxning o'zgarishi mumkinligi haqida signal berishi mumkin. Hajm indikatorlari narx harakatining kuchini baholashga yordam beradi. Ularga priti volume VWAP va hajm profillari kiradi. Ular asosiy qiziqish darajalarini aniqlashga yordam beradi. Talab va taklif zonalari, ya'ni order bloklar, narxning kuchli impulsiv harakatlari sodir bo'lgan joylarda shakllanadi. Bu zonalar bozorga kirish uchun potensial hududlar sifatida ishlatilishi mumkin. Bozor tuzilmasini tahlil qilish maksimum va minimumlarni aniqlashga asoslanadi. O'sish trendida narx yuqoriroq choqqalar va pastliklar hosil qiladi. Pasayish trendida esa ular pastroq bo'ladi. Tuzilmaning buzilishi narx trend doirasidagi oldingi muhim darajani sindirganda yuz beradi. Xarakter o'zgarishi esa narx trend tuzilmasini buzib, qarama-qarshi harakatlarni shakllantira boshlaganda sodir bo'ladi. Barchangizga tomosha qilganingiz uchun rahmat. Albatta obuna bo'ling, like bosing va keyingi videoda ko'rishamiz. Yangi uchrashuvlargacha